Assalomu alaykum. Biz bugungi rolikimizni Telegram kanalimiz uchun olyapmiz. Din hayotdir degan. Qarangki, yana bir bor dengiz qirg'og'iga chiqdik. Bu Marmar dengizi, Bosfordan chiqib Marmar dengiziga kirish joyi. Qarang, nima uchun dengiz yoqasida? Dengiz yoqasiga kelish biz ko'tarayotgan mavzular albatta hammasi jiddiy mavzular, lekin judayam jiddiy mavzular yoki judayam qattiq savol javobga olib keladigan mavzular ko'tarayotganimizda dengiz esimga keladi. Chunki dengiz bu qirg'oqlar ko'rinmasligi, ya'ni biz odamlar sifatida o'z qirg'oqlarimizni yo'qotib qo'yib, bir-birimizni tushunmasdan ko'p narsalarni qilyapmiz. Bu din masalasida judayam keng tarqalgan. Mana masalan, hozir men bir ikkita narsani eslatib o'taman. Albatta bu bilan insonlarni qanday qilib o'sha yo'llarga chiqib qolgani to'liq tushuntirib berilmaydi, lekin o'sha ko'p kuzatiladigan narsalardan bittasi oldingi dinlar keyin chiqqan dinlarga, mana masalan yahudiylar xristian va musulmonlarga siz bizni dinimizdan chiqqansizlar, bizdan olgansizlar va o'zlaringcha bitta din yasab olgansizlar, asli sizlar bizdan chiqqan bir haligidan adashib ketganlarsizlar, shuning uchun sizlar bizga qaytsalaring yaxshi bo'ladi, yoki bizni oldimizda bo'lsalaring, bizni boshliqligimizda bo'lsalaring yaxshi bo'ladi deyishadi. Bu bitta platforma, bu ham ko'pincha shunaqa narsa bu xristian olamida ham bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, Muhammad payg'ambar qanaqadir o'sha xristian yoki yahudiy rohiblar va boshqa din arboblar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashib, qandaydir bir yangi din o'ylab topgan va o'sha yangi dinni tatbiq etgan. Ya'ni bu yangi din deganda ular o'rtadagi hamma uchun bir bo'lgan tavhid, ya'ni yagona xudolikni bizdan olgan deyishadi. Qolganini esa ustiga o'zlari o'ylab topishgan deyishadi. Ya'ni o'sha bazis bilan usqurma degan tushuncha bor. Ya'ni bazisni bizdan olishgan, usqurmani esa o'zlari qurishgan deyishadi. Bu bitta platforma. Bu hamma joyda keng tarqalgan. Bu xristian diniga qarab ham bu narsani ayta olamiz, yahudiy diniga qarab. Ammo keyinchalik chiqqan dinlar ham o'ziga yarasha bir platformasi bor. Bunda ular o'tgan dinlarni, o'tgan shariatlarni, o'tgan aqdlarni bekor qilinganini, o'tgan kitoblarda bekor qilinganligini ko'tarib chiqishadi. Ya'ni o'zlaridan oldingi bo'lgan dinlarga bo'lish imkoniyatini rad etishadi. Ya'ni yahudiylar go'yoki avval xristian bo'lishi kerak bo'lishgan, undan keyin esa Muhammad ummatiga qo'shilib bu dunyoda faqat bitta xalq bo'lishi kerak bo'lgan. Bu albatta Qur'onga to'g'ri kelmaydi. Albatta Allohning biz bilan qilayotgan ishlariga unchalik to'g'ri kelmaydi. Sababi Alloh o'zi yozib qo'yganki, masalan, o'sha yahudiylarni olib qaraydigan bo'lsak, ular bilan qilingan aqdlar abadiy, hech qaysi xalq bilan qo'shilmasligi, boshqa narsalar ham bor. Shuning uchun masalan o'sha Iso payg'ambar davrida ham Iso payg'ambarga ishonganlar bir xalq bo'lmagan. Ya'ni qanday ma'noda bir xalq bo'lmagan? Albatta ular birgalashib Allohni hamsonalar aytishgan, birgalashib suhbatlar qurishgan, ular bir-biri bilan biz sizlar bilan yor birodarmiz deyishgan. Lekin shariatlarida farq bo'lgan. Masalan, yahudiy o'sha paytlari ma'batga kirish haqqiga ega bo'lgan, ammo yahudiy bo'lmagan xalqdan Allohga ishonganlar u yerga kira olmaganlar. Ya'ni mana bu xatna qilish masalasi va boshqa masalalarda ham o'sha orasida farq bo'lgan, yoki shanba kunini tutish masalasida ham farqlar bo'lgan. Ya'ni biz o'sha paytda ikkita xalqni bir-biri bilan qo'shilmasdan, lekin bir Allohga xizmat qilib, bir Allohga hamd sanolar aytib, yana qanday ma'noda qo'shilmagan? Ular hamma tomondan qo'shilgan. Faqat ayrim o'sha shar'iy ajratishlar qolgan. Sababi Alloh taolo so'ng zamonlarga qadar yahudiylarni ayrim bo'lib turishini xohlagan. Chunki
ularga atalgan ma'lum bir va'dalar bor. Buni sabablarini bir qancha videolarimizda gapirib o'tganmiz, ammo bu yerga bizning Telegram kanalimizda bu videolar hozircha yo'q. Biz hali bu haqda yana bir to'xtalib gaplashamiz. Demakki, bir xalq ikkinchi xalqni bekor qilmaydi. Ya'ni albatta, masalan, Alloh hamma vaqt dunyomizga, insonlarga, iymonlilarga baraka yoqtirishni xohlaydi. Kim o'sha Allohga ishonsa, unga taslim bo'lsa, unga butun yuragi bilan sevsa, albatta unga baraka yomg'irlar yog'iladi. Bu masalada misol xristianlarning o'zini davri bor, ya'ni o'sha yahudiylar ishongan yahudiylar albatta juda ham kam qismini tashkil qilgan, asosiy payg'ambarga ishonganlar yahudiy emaslar bo'lgan. Muhammad payg'ambar kelganda ham shu narsa kuzatilgan. Yahudiylardan ham bir qancha misollar Muhammad payg'ambarga ishonganlar, lekin ko'pchilik xalqning asosiy qismi unga ishonmagan. Bu xristianlarga ham taalluqli. Ularni ham faqat bir qismigina Muhammad payg'ambarni qo'llab-quvvatlagan va uni kelganiga xursand bo'lgan. Ko'pchilik qismi esa u yolg'onchi, undan hech qanaqa Allohdan vahiy kelgani yo'q deb uni u bilan kurashishga, uni yo'qotishga harakat qilishgan. Mana ko'rganimizdek, biz ikkita platformani ham bekor qilishimiz mumkin. Ya'ni bu haqda hatto gaplashib olsak bo'ladi. Ikkala platforma ham noto'g'ri, ya'ni bir dindan ikkinchi din kelib chiqqan degan mana bu iddaolar to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Tavrotdan Injil chiqib kelgan emas yoki Injildan Qur'on chiqib kelgan emas. Albatta bular o'ta bog'liq bir-birlariga. Ularning ildizi bir, ya'ni ildizi tavhid, yakkaxudolik. Ammo u ildiz yahudiylikdan boshlanmaydi. Bu ildiz hamma iymonlilarning otasi bo'lgan Ibrohimdan boshlanadi. Ana o'sha yerdan boshlasak, o'shanda hali usqurmalar bo'lmagan payti biz tavhid, yakkaxudolik nima ekanligini ancha yaxshi tushunib olishimizga imkoniyat yaratiladi. Undan keyin usqurmalar yuzaga kelgandan keyin ham o'sha ma'baddagi xizmatlar, o'sha Harun payg'ambarning oilasini o'sha ma'badda xizmatga olinishi yoki butun bir qabilani ma'badda xizmatga olinishi, masalan Levi qabilasini, bular albatta yahudiy xalqining, ya'ni Bani Isroilning o'zini ayrimliklari bu. Undan hech kim xafa bo'lishi kerak emas. Boshqa bu o'z xalqning o'zining bir o'ziga o'xshagan shar'iy bir qoidalari bor. O'zlarini boshqalardan ajratib turgan xususiyatlari bor. Bu degani u narsani biz inkor qila olmaymiz, u narsani bizlar bekor qila olmaymiz va bu narsani Injil ham bekor qilmagan, Qur'on ham bekor qilmagan. Xuddi shunday bizdan kelib chiqishgan degan narsani ham o'sha kitoblar albatta ko'rsatib o'tgan, ya'ni bunaqa narsa yo'qligini, Alloh hammaga o'ziga yarasha keragini bera olishini, ularsiz bera olishini ham uqtirib o'tgan. Masalan, Qur'onda yahudiylarsiz ham men har qanday odamga o'zim Rahmonim bilan yetib kelaman degan ma'noda so'zlarni aytib o'tgan. Endi bizning asosiy maqsadimiz albatta kimnidir inkor qilish yoki uni yakson qilish, uni yengib tashlash emas. Biz dialog tarafdorimiz, birgalashib bir so'zga kelib, Allohni birgalikda unga hech kimni sherik qilmasdan, hech kimdan baland ko'rmasdan toza tavhidda qolish maqsadimiz. Ya'ni Allohga bo'lgan ibodatni tozaligini ta'minlash. Shuning uchun o'zaro suhbatlarimizda kim bilan o'tirishimizdan qat'iy nazar mana shu ikkita narsani e'tiborga olishimiz kerak va uni bu eng keskin joylardan bittasi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Albatta o'sha kim qanday qarashga egaligini bilganimizdan keyin shunga yarasha muomala qilinadi. Ya'ni masalan, inson agar sizlar bizdan chiqqansiz, bizdan chiqib adashib ketganlarsiz deyotganlarga o'ziga yarasha gapi bo'ladi. Sizlar yoki biz Allohni endi sevgan bandalarimiz, sizlar bekor bo'ldilaringiz degan gapga ham o'ziga yarasha gap bo'ladi. Alloh hamma narsaga o'zini javoblarini tayyorlab qo'ygan. Buni eshitishni istaganlar albatta uni eshitajaklar. Alloh suhbatimizdan rozi bo'lsin.
assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.